O'lim kelib to'satdan bir yigit barvaqt o'ldi. Gunohlari ko'p edi, qabri otashga to'ldi. Yillar o'tdi oradan, yigit qiynoqda yotar, ko'tarilmas azoblar kundan kun bo'lar battar. Ammo bir kun qabrga keldi ikki farishta, zulmat bosgan bu qabr birdaniga yorishdi. Farishtalar dedilar, bitta qabr azobi, endi sizga bo'lmagay Allohning hech g'azabi. Bu sovg'alar siz uchun bo'lsin sizga muborak. Bizlarning kelishimiz sizga jannatdan darak. Yigit dedi malaklar, sizlar shoshib qolibsiz. Loyiqmasman sovg'aga, siz adashib kelibsiz. Orzularim ko'p edi, o'lib ketdim armonda. Loyiqmasman sovg'aga, qilmang meni sharmanda. Yotaverib bir joyda ko'nikdim-ku sabrga, olib borib beringlar uni boshqa birovga. Farishtalar dedilar, biz qilmaymiz hech xato. Bu sovg'alar siz uchun, sizga qilingan ato. Jon olguvchi farishta joningizni olgandi. O'sha payti beshikda farzandingiz qolgandi. Insonlarga farzandlar beriladi omonat. Omonatga xiyonat o'rtamasa diyonat. Ayolingiz tarbiya qildi yolg'iz bolani, farzandingiz o'rgandi. Shu bugun bismillohni. Qabringizni tark etar endi azob g'avg'olar, diyonatli farzanddan kelaverar sovg'alar. Yaxshi qolgin ey yigit, so'zimiz rostdir ishon. Farishtalar ketdilar, qabr bo'ldi nurafshon. Oxiratni unutdik, dunyolarga berilib, savob ishni or bilib, gunoh qildik kerilib. Bismillohni o'rganib, shuncha savob bo'lsa gar, qancha savob bo'larkan. Qur'on o'qisak agar.